O'zbekistonda yangilik tappa apparat 5. Akalar, bunda xohlasangiz ko'mirni kukunni press qilasiz, xohlasangiz go'ngni press qilib turib, bemalol qishdan chiqib ketsa olsangiz bo'laveradi. Narxi 200 ming so'm. Atiga 200 ming so'm. Akalar, dastavkasi kelishilgan holatda. O'zbekistonda yangilik, vodiyda yangilik, xudo xolasa o'z yurar o'cha qolar. Akalar, xohlagan joylaringga olib yursalaring bo'laveradi. Bemalol tog'lariga piknikka chiqib ketib, ovqat bosmani qilib yesalar ham bo'laveradi. Narxiga keladigan bo'lsak, shu tur shakllar, ballonlari, g'ildiroqlari bo'ladi. Narxi 800 ming so'm, xudo xolasa chiroyli qilib puldonlargacha qilib qo'ygandan bo'ladi. Yosh bolalarga belanchak kiradiganlar uchun akalar narxi 250 ming so'm. Dastavkasi kelishilgan holatda. Menga ratandan, o'z tervatiydigandan kiradiganlar uchun akalar 100 kilogacha ko'taraveradi. Narxiga keladigan bo'lsak $100. Bundan tashqari yosh bolalar uchun o'yingohlar, karusellar har xillaridan bor. Kimga qanday karusellar, stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastga telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqarsizlar. Bizni kanaldan chiqarlar uchun skidkalarni berishadi.